اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mehmonlar, qarindoshlar, Iroq yaqinlik kelgan ustozlar, bizga xush keldingizlar. Programmaning tartibi bo'yicha bugun qimmatli mehmonlarimizdan Abdusalom Qarajimni bir qisqa umumyuzlik Shvetsiyada, balki dunyo miqyosida Uyg'urlar orasida to'ldirishga tegishlik to'liqlashga tegishlik bir bo'shliq bor. U bo'lsa-mu Uyg'urlarningki vaqtga rioya qilish masalasi, Uyg'urlarningki o'zi so'ygan, o'zi ko'ygan narsa bir maqsadga yetish uchun fidokorlik ko'kitishi, qurbon berishning zarurligi haqida umumiy bir dars qilmoqchi. 35 minut atrofida dars davomlashib, oxirlashgandan keyin Shvetsiya təvəsidə ayrılmağan, bəlkə Avropada yaşayotgan barlıq qarindoshlarning beshiga kelgan har qanday savol bo'lsa, ustozdan bevosita so'rasanglar. Ustoz o'zi kichik bir yil ko'pni ko'rgan, ham Avstraliyadagi bir uchuq shaharda har xil fikrdagi kishilar bilan qanday tinch holatda yashash jihatda nurg'un tajribaga ega. O'z bilib qanday savolinglar bo'lsa, dars oxirlashgandan keyin bevosita so'rab munoziralashsak bo'ladi. Unda bo'lsa, ustozimni bir tanishtiray. Abdusalom Qarajim Xotamda tug'ilgan, 12 yoshida dadasi hajga menish yo'li tunji ochilgan vaqtda hajga chiqqach, Pokistonda bir qorixonada qoldirib ketgan. Keyin yo'l taqilib qilib, biroz ota-onasi bilan kulishamay, ashada boshlang'ich maktabni, o'rta maktabni asosiy o'qishini shada o'qigan. Keyin Xalqaro islom institutiga qabul qilgan. Xalqaro islom universitetiningki qonun fakultetida islom shariati va xalqaro qonun selishtirmasi kasbida bakalavurlik unvoniga erishgan. Keyin imtihon orqali masterlik unvoniga shu universitetidan 4 ta yaxshi a'lochi bo'lib masterlik dizertatsiyasini bitkizgan. Keyin Avstraliyadagi Uyg'ur jamoatining diniy olimlarga bo'lgan ehtiyojini ko'z tutib, Saudiya Rabita Alimi Islomiyningki talabiga asosan Avstraliyaga shu yerdagi jamoatga ega chiqish, bosh bo'lash, diniy liderlik vazifasini o'tash uchun yerga borgan. U yerda Avstraliya İslam cemiyetining mas'uliyati, shundaqla shada ochilgan islomiy bir maktabningki o'qituvchisi, ham shada Uyg'ur jamoati barpo qilgan masjidningki imomlik vazifasi qatorliq sohalarda xizmat qilgan bir shaxs Shvetsiyaga kelishi ikkinchi qatim kelishi, bundan 2 yil ilgari ustozimiz bilan yuz ko'rishgan va mushu Avropa təvəssütü içilməğən bəzi murakkab dini suallarımızla ortaqlaşqan edik. Bugün Allah nasib qilib yana konferans münasibati bilan ketdi. Allah razı olsun. Qolgan kam qolgan tunishtirishga tegishli yerda bo'lsa ustozimiz o'zi tunishtirdi. Mana ustoz marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب كله إذا شئت سهلا أسألك اللهم سبحانك أن تجعل درسي هذا سهلا وتوفقنا لما تحب وترضى. Hammamizni yo'qdan bor qilgan va shundaqla o'zi eng insoniyatningki dunyo va oxiratda nijot topish uchun bergan islomdan iborat bo'lgan bu ne'matiga
musharraf qilgan Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa madhiya. Bizga bu güzel yo'lni, bu saodat yo'lini o'zininki amaliy hayoti bilan, o'zining go'zal axloqi bilan yetkizgan va tunishtirgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vassalamga durud va salom yo'llaymiz. Allohga hamd, payg'ambar alayhisolamga durud va salom yo'llagandan keyin qarindishimiz Abdullahninki sunustirsa, garchi uningki u sifatga, u salohiyatga loyiq bo'lmasa-mu, Alloh rahmat qilsin, meni yaxshi tunishtirdi. Bu endi eng muhim bo'lgani meningki Alloh subhanahu va taoloninki o'rlashtirishi bilan bu yerda har biringlar bilan qarindoshlarim bilan o'sha uchrashish fursatini Alloh menga beribdi. Bu men uchun bo'lganda intayin xushal bo'lishga tegishlik va ham o'zim baxtimizga tegishlik yaxshi bir ish. Alloh hammamizningki bu uchrashishini muborak qilishini va bundan o'zaro bir-birimizga bo'lgan qarindoshlik muhabbatiningki oshishini va o'zaro bir-birimizga yorlikda bo'lishimizni Allohdan so'rayman. Oyim aytgandek, hamda biz hammamiz garchi har xil muhitlarda, har xil yurtlarda yashayotgan bo'lsak-mu, lekin bizdagi bir xil o'rtaqlik bor. Birinchi o'rtaqlik bo'lsa, biz hammamiz bir Allohga ishonamiz, hammamiz mu'min musulmon. Bu hech kim tatib olmaydigan o'rtaqlik. Biz kim bizni buzaq qilib olmaydi, yalvarib olmaydi, ya bizdan aldab olmaydi. Bu Allohning bizga bergan eng cho'ng ne'mati, eng cho'ng o'rtaqlik bizga Alloh sharaf qilgan bizga faxrlanishga tegishli narsamiz. Ikkinchi birisi biz yana o'xshash bir zamindan, o'xshash bir yurtdan, o'xshash hayotni beshimizdan kechirgan. Ba'zimiz jiqroq, ba'zimiz ozroq holat kechirgan, lekin o'zimizning bog'lanishi yana shu Sharq Turkistonga bog'langan shundoq bir qarindoshlar. Alloh subhanahu va taoladan biz hammadan burun shu yurtimizdagi musulmon qarindoshlarimizninki xotirjamlikka erishishini, bizning yurtimizningki shu zulmdan qutulishini va ularning xotirjam o'zining amal ibodatlarini qila oladigan, o'zining dunyolik hayotini yaxshi xotirjam kechira oladigan shundoq bir yaxshi fursatlarga erishishni Allohdan so'raymiz. Ammo biz bu fursatni Allohdan so'rab qo'yish bilan birga o'zimiz shunga loyiq harakat qilib, ularning shu zulmdan qutulishiga biz harakat qilmasak, u vaqtda biz duo qilgan to'q debla Allohning oldiga borganda bundan qutulmaymiz. Yani bu bir muqaddime söz bilan biz yana o'zimizningki qaysi tibida to'xtalishninki muhimligini shuni tushunsak bo'ladi. Muhimi bizga Alloh bergan bu fursat, bu vaqtninki ahamiyati va buni biz qanday bitirib qilish, qanday ilib berish haqida har biringlar bilan qisqacha o'rtoqlashmoqchiman. Bu endi Alloh subhanahu va taoloninki islom orqali bizlarga bergan ne'matining birisi, biz bilganni bilmaganlarga yetkazish, o'zaro bir-birimizlarga haqiqiy qarindosh deb o'zimizni shunday tunigan bo'lsak, nasihat qilish, tavsiya qilish, haqni aytish va haqni qabul qilish va haq tarafdor bo'lish. Mana bu bizning hayotimiz bo'lishi kerak. Shunga bu yerda men o'zimni sizlardan bakchiq binasi bilatdim shu masalaga o'rgatgili keldim emas, balki o'rtoqlashish, fikr almashtirish va shu orqali ba'zi bir har birimizda bo'lgan kamchiliklarni o'zaro fikr almashtirish orqali taraqqiy qildirish degan maqsadda biz bu yerda o'tirib Menga bu fursat berilganligi uchun albatta Allohga buningga shukr aytish bilan birga har biringlarningki vaqtinglarni ajratib bu yerga kelganlarga intayin xursandman. Alloh sizlarga rahmat qilsin. Bu shu oz vaqtda bizningki o'tgan shu so'rinda bo'lgan so'rindagi olgan to'g'ri bo'lgan ma'lumotlarga ergashadigan va uningga amaliylashtiradigan bir xil jasoratni Allohdan berishini so'raymiz. Muhtaram qarindoshlarim, Alloh subhanahu va taolo bizlarga bergan ne'matlarni biz o'tirib uning shukr qilish emas, uni o'tirib bir sanab chiqayli deb o'ttirsak, mesela o'tirib har birimiz bir 100 dan ne'matni sanab baqaylisak, shu sanabmi uning sonini tugitib Ammo biz Allohning bizga bergan ne'matlarini qadrlamayotgan ne'matlarni saralashtirsak, uni sanab bo'lmaymiz. Demak, bizning hayotimizning o'zi bir ne'mat. Biz uni qadrlamayotimiz. Yeni bir tarafdan shu ne'matning Alloh tarafdan kelganligini e'tirof qilmaydigan ba'zi taraflarimiz bor. Endi bu Allohning tunilmagan kofirlarga qartilgan narsa emas. Biz musulmonlarga da'vatimiz bor. O'zimizning qarindoshlarga da'vatimizda Alloh bergan ne'matni ishtirib turib, shu ne'matni qadrlamay o'tadigan nurg'un musulmonlar bor. Endi o'sha ne'matlarning ichida eng ulug' bo'lgan ne'mat nima desa, bizning hayotimiz. Bu hayotning o'zi inson tasavvur qilgusiz bir boylik. Bu eng cho'ng ne'mat. Buni Qur'oni Karimda biz nurg'un yo'llar bilan, nurg'un Allohning tushuntirishi bilan buni biz buningki haqiqiy muhim ekanligini biz bilib yetalaymiz. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh bu hayotni ba'zida biz sizlarga hayotlik ato qildik deb umumiy xarakterda hayotni bizga tushuntirsa, yana bir taraflarda shu hayotning ichidagi vaqtlarni bizga Alloh yana alohida qilib uqtirdi. Masalan, Qur'onda Alloh subhanahu va taolo "Val-layl
degan kechi bilan qasam qilganlik nimasini Alloh uqtirdi. Va nahar deb kunduz bilan qasam qilganlikni uqtirdi. Ba'zi tong bilan qasam qiladi. Ba'zi Alloh subhanahu va taolo hatto chosh vaqti, ash vaqtidagi shu vaqt bilan qasam qiladi. Ba'zi kech bilan qasam qiladi. Shunga o'xshagan. Eng oxirisi yana val asr degan asr surasida Alloh barliq vaqtning umumiy qimmatidan asos qilib turib Alloh subhanahu va taolo qasam qilib shuni ahamiyatini bizga tushuntirdi. Demak, bu shu Allohning bir narsa ustida qasam qilib insonlarga uqtirishi shu din bilgan, Qur'onni tushungan olimlar tarafdan ularning tushuntirishiga qaraydigan bo'lsak, buni boshqacha oyatlardan alohida turadiganligini biz ko'rsatdi. Masalan, nima uchun Alloh qasam qiladi bir ishga? Allohning qasam qilishi hojatmi? Alloh bir kimga bir narsa deyish uchun qasam qilib berish hojatmi? Uningki ehtiyoji bormi? Alloh undaq emas. Nima uchun Alloh qasam qiladi desa, chunki Alloh subhanahu va taolo qasam bilan deyilgan so'zga alohida e'tibor beradigan bir xalq maxluq bo'lgancha biz shuni Alloh bizning xarakterimizga loyiq, bizning tabiatimizga loyiq ahvolda Alloh Qur'onni bizga tushuntirgan. Masalan, bir odamga kelib, "Masirda hozir o't ketib turibdi mashinaga" desa, chaqchaqqa o'tqa o'xshaydi der. Tushunamiz masalan. Ammo Alloh bilan qasam mayli o't kuyib o'tibdi desa, hammamiz tushunishimiz darhol chiqib, "Mening mashinamda" deb yugurib chiqamiz. Demak, bu yerda qasam bilan qasamsiz aytilgan so'zningki farqini biz buni bilalaymiz-da. Allohmi bizning tabiatimizga, bizning xarakterimizga loyiq bo'lgan, shuni yaxshi tushunsin mabanda buni unutib qolmasin deb qasam bilan bizga vaqtni Alloh tunishtirgan. Vaqtningki qadr qimmatini uqtagan. Ya'ni biz bu vaqtningki ahamiyatiga qaraydigan bo'lsak, bu shundoq bir narsaki, eng chong ne'mat, ammo qo'ldan ketib qolsa ikkinchi qo'lga keltirib bo'lmaydigan bir narsa. U bir qatim beriladigan, u qaytirib kelmaydigan. Shunga ulamolar buningda Imom Hasan al-Banna degan katta bir olim o'tgan, u insonningki biz tijorat qilmoqchi bo'lgan odamningki bir asosliq nimasi bo'ladi? Mablag' bo'ladi tijorat qiladigan. U mablag'siz sen tijorat qilolmaysan. Insonning mablag'i nimasi? Uning hayoti, uning vaqti. Sen ashuni to'g'ri foydalanmayotgansa, uni undan to'g'ri manfaat ololmaydi ekansa, sen ziyon tortgan bir tijoratchiga o'xshab qolasan degan. Demak, hayotning qimmatini bundan tushuntirgan bo'ldi. Yana bir tarafdan Hasan al-Basri rahimahulloh degan bir katta olimning so'zida, seninki hayoting shu kunlarningki bir necha kunlarningki bir jug'lanmasi. Inson bir necha kunlarningki yoki bir necha oy, bir necha yillarningki jug'lanmasi bo'ladi. Sening kuningninki zoya qilinib o'tib ketishi xuddi sen jismingdan bir parchani ayrilib qolgan bilan o'xshash. Sen demak 1 minut vaqtini zoya qilsang, sen jismingdan bir parchasini ayrilib qolding. Bu ruhiy jihatdan ayrilib qolish, ma'naviy jihatdan ayrilib qolish. Garchi bir odam bir barmog'idan ayrilib qolsa qanchalik bir aram bo'ladi. Mana hammamiz bilamiz. Ammo vaqtimizni ayrilib, vaqtimizni zoya qilayotgan kishilar shu buning qimmatini tushunmay o'tyapmiz. Demak, bu yerda vaqt qarashimiz eng tuvan holatda bo'lib o'tirdi. Bizning vaqt qarashimiz, vaqtga ahamiyat berishimiz, buning qimmati nechasi haqiqiy tushunmayapmiz. Ammo tushunmamdimizki desa, tushunadigan taraflarimiz ko'p. Vaqtni qadrlamaydigan bir odamning misolini olib, bu odam faqat vaqtga rioya qilmaydi degan odamning misolini olsak, shu odam masalan bir Istanbulga berish uchun bilet olgan bo'lsa, aytib bildi. Bugun soat 8'da, soat 8'da yoki atgan soat 6'da, atgan 5'da deyli. Odatda uxlaydigan vaqtimiz, qo'pimiz kelmaydigan vaqtda ayıplarning vaqti bor. Shu odam o soat 5'da uxlaydigan ayıplardan qolib qolmaydi. Demak, eng vaqt qarashi bo'lmagan insonmi o'zining manfaatiga kelgan vaqtida, shu vaqtni zoya qilib, u ziyonga bevosita ziyonga duch keladigan vaqtida uchun u vaqtni qadrlaydi. Demak, insonning hammasi vaqtni qadrlaydi, lekin bu yerda shu vaqtni ma'lum vaqt uchun ko'zga ilmaydigan, buni ahamiyatsiz deb qaraydigan bir ojizligimiz bor. Musulmonlar uchun elib aytgancha bu bir Alloh subhanahu va taolo tarafdan qo'yilgan eng cho'ng ibodatlarning birisi. Vaqtga ahamiyat berish. Vaqtni e'tibor berish, vaqtga rioya qilish bo'lsa bu ibodat. Ba'zida buni axloqiy bir narsa deb qaraydi, undaq emas, bu ibodat. Chunki vaqtga rioya qilinmasa, qilgan amal ibodatlarimiz qabul bo'lmaydi. Namozlarni o'z vaqtida o'qishimiz kerak. Fajrni zuhr vaqtida o'qisak, namoz bo'lmaydi u. Chunki fajrni fajr vaqtida atdiganda, zuhrni tushning masalan kun egilganda, asrni o'z vaqtida hamma namozni o'zining vaqtida rioya qilib, vaqti bilan qilamiz. Ramazonda ro'za tutishga kelgan vaqtida shu vaqtni o'tkazib qo'ysak, ro'zimiz ro'za bo'lmaydi. Zo'liqda tamoq yeyishga ruxsat qilingan vaqtidan 1 minut o'tib ketib qoldi. Zo'liq vaqti chiqib qoldi, biz tamoq yeyolmaymiz, yemaymiz. Agar tamoq yeb qolsak, u kun tutgan ro'zimiz ro'za bo'lmaydi. Demak, sen vaqtni 1 minut bu yoq qilib o'tirgansa, sening hattoki ibodatingga bu ta'sir qilgan ahvollar bo'ladi. Demak, vaqt Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan eng cho'ng ne'mati. Qachon Allohning ne'mati yuqori bo'ladi ekan, bundan biz ne'mat deb tushunmayimiz kerak. Uningki natijasi qarasak, shu cho'ng ne'matdan ilinadigan so'roqmi eng cho'ng bo'ladi. Bu Allohning qonuniyati, o'zgarmas qonuniyat. Bizga qanchalik yuqori ne'matga erishgan bo'lsak, shunchalik yuqori so'roq qilinamiz. Allohning bu adolatini ko'rsatdi. Bir odamga Alloh subhanahu va taolo fursatni oz bergan bo'lsa, uningdan u fursatdan ziyoda uning taqdirini sirt suolni qilmaydi.
Unda sual qilmaydi. Ammo Alloh unga fursatni ko'p bergan bo'lsa, iqtidorni ko'p bergan bo'lsa, unga vaqt fursatni yaxshi bergan bo'lsa uchun, shuni Alloh subhanahu va taolo so'raydi. Chunki bu Alloh har bir ne'matdan so'raydiganligini Alloh Qur'oni Karimda aniq aytgan. Summa la tusalunna yawma idin anin na'im. Sizlar barliq ne'matdan chuqum so'raysiz deydi Alloh. Hammasini onun ichida vaqt eng muhimlaridan birisi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisida qiyomat kuni insonlar Allohning oldida so'roq tortilishi maydonida, so'roq maydonida, mahshargohda saqlash nimasida turgan vaqtida qanchalik vaqtni o'tirganligini Alloh o'zi biladi. Shuningda payg'ambar aytgan, hech qanday bir inson 5 turli savolga javob bermay turib, u ash turgan o'rnidan bir qadamni u yoq bu yoq qilolmaydi degan. Chuqum eng bo'lmaganda 5 turli savoldan chuqum savol qilindi degan. Shuning ichida 2 turli savol bor. Bu vaqt bilan munosabatlik. Hayotingdan savol qilinsa, Allah bergan hayot bu sana uchun bergan eng cho'ng ne'mat. Buni qanday o'tkazding? Degan so'roq. Ikkinchisi shu umumiy hayotning ichida yoshlik hayoti. Yoshlik hayoti deganda ba'zilar yoshlik deganda bizning yoshimiz bilan masalan 10 yoshdan boshlab 25 yoshga kiruvchi bu yoshlik hayot deb qaradi. Undaq emas. Islomning ko'rsatmasida yoshlik hayot degan sen o'zing bir narsani qilishga imkoniyating bor turib, shu vaqtdagi masalan u 50 yoshdan bir odam kelishi mumkin. U imkoniyat, u iqtidor. 10 yoshlik bolaga kelishi mumkin, 20 yoshlik bolaga kelishi mumkin. Demak, sana berilgan iqtidor, sana berilgan imkoniyat, sana berilgan fursatni to'g'ri foydalanmay o'tkazgan vaqtini alohida so'roq qilinsa. Demak, seninki energiyang, sana berilgan Allohning bergan ne'matini bu alohida ikkinchi so'roq bo'ladi degan. Demak, bu savollarga loyiqli javob bermasang, Allohni shu bergan o'zlarining bilan Allohni rozi qilmasang, o vaqtda ahvolning qanchalik chatoq bo'lganligini biz buni bila olamiz. Endi bu diniy jihatdagi bu tushunchimiz vaqtga bo'lgan tushunchamizni biz shunday tushunadigan vaqtimiz uchun undan keyin biz normal ijtimoiy hayotimizda bu vaqtni texmi yaxshi foydalana olamiz. Masalan, o'zaro masalan bir joyga chaqirgan vaqtida berish, vaqtga rioya qilish, 5 5 kilish deganga o'xshash. Endi bu narsalarni biz islom dinida shunchalik aniq bekitib etilgan narsa, shunchalik aniq qilib buni amaliyalashtirishga bizga Qur'on, hadis bilan buyurilgan narsalarda, lekin musulmonlar bu jihatda keyinga qolib qolgan. Endi biz Yevropada yashayotgan musulmonlar, biz Sharq Turkistonliklar biz buni bilamiz. Zada vaqtga rioya qilishda biz yaxshimi, bular yaxshimi? Amaliyashda biz haqni haq deyishimiz kerak. Mu'min hargizmi haqni so'zlashdan yoltaymaslik kerak, xijil bo'lmaslik kerak. Haq qayerda bo'lsa, kim to'g'ri qilgan bo'lsa, u iblis qilgan bo'lsa shuni, buni to'g'ri deyishimiz kerak. Musulmondagi bir adoylik shu, ammo bu narsa bizniki mumkinlik. Biz o'zimizningki yoqda turgan odamlar gap qilsa, bu to'g'ri deymiz, ammo dushmanlarimiz to'g'ri gap qilsa, u dushman bo'lganligi uchun buni gapini e'tirof qilmayma deymiz. Undaq emas. Islomda al-hikmatu dallatul mu'min degan payg'ambar alayhisolatu vasallam. Hikmat, ya'ni yaxshi bir narsa insoniyatga va shu insonga, musulmonga foydali bo'lgan har qanday bir narsa qayerda tepilishdan qat'iy nazar hammasini buruvchi, bu mening haqqim, buni men erishim kerak, bundan men foydalanishim kerak degan oldi qatorda biz shuningki qabul qiluvchisi va undan foydalanuvchisi bo'lishimiz kerak. Demak, vaqt nimasida, masalan, bu millatda biz Avstraliyada o'xshash, bu Yevropa millatlarining kamisininki bu vaqt qarashi bo'lgan, vaqt qarashi intayin kuchlikda bir narsaga nima va'da qiladigan shu vaqtning o'zida paydo bo'ladi bular. Bir minut u yoq bu yoqqa qivatmaydi. Masalan, vatanlarda masalan nurg'un ishlarni undaq narsaga e'tibor va ahamiyat bermasdan doktorxonaga borsa, xohlaganda boramiz, xohlaganda kelamiz. Bu yerda uchun undaq emasda doktorga bormoqchi bo'lsak, vaqt olamiz undan. Bir odam bilan ko'rishmoqchi bo'lsak, vaqt olamiz. Bir yerga birga bormoqchi bo'lgan bo'lsak, hattoki restoranlarga berish uchun vaqt olib qo'yib, falon vaqtda mening manchilik odamim bor, men tamoq kelatdim deb qo'yamiz, shuningga loyiq qilamiz. Ammo buni asli musulmonlarda bo'lishga tegishli narsa, islom bizga o'rgatgan narsa, amaliyotda, amaliy hayot uchun bizda yo'q, boshqalarda paydo bo'layotgan, boshqalarda bor. Demak, axloq bizningki bu islomlik go'zal axloqimiz nima uchun ularda paydo bo'ladi, biz nima uchun shuni egasi bo'lib turib biz buni yo'qotib qo'yapmiz. Demak, bu yerda bir eng kuchli bo'lgan Alloh bizdan talab qilayotgan, muhim bo'lgan bir narsani qadrini qilmay uni yo'qotib qo'yayotganligimiz bu bizning ojizligimiz. Demak, bu bir eslatma, bu bir nasihat va biz bizda xatolik bormi yo'qmi, xatolik bor. Ammo o'ng'ishig'i bo'lmaydigan xatolikning o'ng'ishig'i bo'ladigan bo'lsa, albatta o'ng'ishig'i bo'ladigan xatolik. O'ng'ishig'i bo'lmaydigan darajada bo'lib ketsa, uni Alloh kechiradi. Ammo o'ng'ishig'i bo'ladigan xatolikni chuqur o'ng'ishimiz kerak. Endi biz zodi shu masalaga to'g'ri muomala qilmaydi ekanmiz, rioya qilmaydi ekanmiz, biz bilan ketmaydi, bizning avlodimiz uning ta'siriga uchraydi. Bir avlod vayron bo'ladi. Bunda masalan bizning hattoki bizning vatanimizningki hozirgi mushundaq mahkumiyatda qilib qilishining sababimi vaqt qarashiniki yaxshi bo'lmaganligini deyishga bo'ladi yana. Chunki shu vaqt masalan 1945-yilda biz ikkinchi qatimli Sharq Turkiston davlatining qurilishi bizga berilgan intayin yaxshi bir vaqt, intayin yaxshi bir fursatdir.
ata-bobolarimiz, lekin ma'lumlari bu haq buni tushunganlar tirishib baqqan, lekin ko'p sondagilar bu fursatni jo'q qo'ldan berib o'tgan. Uning ahamiyatiga qaramagan, shundan buning dadini biz hozir tortyapmiz. Ammo Alloh bizga yana bir fursat berib o'tdi bu yerda. Shuni yakunlash orqali biz o'zimizningki kelgusi uchun tayyorlik qilish, bundan keyingi fursatni biz qanday elib berish, vaqtimizni qanday betaraf qilish haqida bizga Alloh fursat berib o'tdi. Agar biz bu fursatni qo'ldan berib qo'ysak, o vaqtda yana buningki ziyinni bizning avlodimiz tatib, xuddi hozir biz shu ota-bobolarimiz ustidan ajab to'g'ri qilmabdi ekan maqara shu otalarimiz, shular bir chingroq tug'an bo'lsa, shu fursatni qo'ldan bermagan bo'lsa, bizmi mushadiki gullangan millatlarga o'xshab gullanib yaxshi yashayapmiz degan bo'lsak, bizning avlodlarimiz uchun bizga la'nat o'qishi mumkin. Chunki bizga berilgan fursat bir hisobda ularga ilgirkilarga berilgan fursatdan yaxshiroq fursat. Biz masalan yaxshi bir muhitga erishdik. Nima qila olamiz? Ilm fan o'rganimizsak o'rgana olamiz. Masalan iqtisodiy jihatdan hech qanday bir qiyinchilik emas. Hozir bu ishlar shunchalik shu Yevropada yashayotgan qarindoshlar do'stlar uchun bu Allohning marhamati shunday bir ne'mat asosida bizga berilayotgan bir mukofot. Bu shunday bir yaxshi narsaga turib biz uni qadrini qilmasak, vaqtning ahamiyatini joyida ado qilmasak, albatta biz Allohning oldiga borgandan deymiz, bizning kelgusi avlodlarimizga biz qanday javob beramiz degan bu nuqta bak bir muhim nuqta. Demak, endi vaqtni tushunib bo'lgandan keyin zali vaqtning ahamiyatiga tushunsak bo'ladi ekan, rioya qilsak bo'ladi ekan deganda biz uni qanday rioya qilishga ikkinchi bir masalani o'tirib chiqadi. Bu savol hamda zali qanday qilganda biz chuqur vaqtimizni joyida elib borgan bo'lamiz, buni huddusdan qanday qilganda chiqqan bo'lamiz, qanday qilganda bizning Alloh rozi bo'ladi degan savolni qo'yamiz. Chunki har bir narsani qilishdan burun doktormi bir kasalga dori berishdan buruncha uningga diagnoz qo'yib, tumorini tutib, qon tekshirib, undan keyin aslida bunda kasalliklar bor ekan, deb undan keyin uni resept yozadi. Bizmi avval o'zimizdagi kamchilikni tunusak, demak bizning kamchiligimiz nima deganda hozir qilmada vaqt qarishimizningki yaxshi bo'lmaganligi, ahamiyat bermaganligi. Endi undan keyin bu kamchilik borligini e'tirof qildikmi, undan keyin buni o'ngshashning tarafiga o'tishimiz kerak. Qanday buni yaxshi o'ngshaymiz. Bu yerda eng muhim bo'lgan nuqta har bir insonningki mas'uliyat bir nimasi bor. Alloh tarafdan qo'yilgan bir mas'uliyat bor. Majburiyat bor. Buni Alloh subhanahu va taolo har bir insonning iqtidoriga, tushunchasiga, uningga berilgan fursatga qarata Alloh uning mas'uliyatini oladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan, "Kullukum ra'in" degan. Har biringlar patijiga o'xshash degan. Va kullukum mas'ulun an ra'iyati. Har bir odam mas'uliyat egasi. O'zining qo'l ostidagi odamdan ustiga uning mas'uliyati bo'ladi. Xuddi bir patichi 100 dona qo'y boqqan bo'lsa, 100 qo'yning har birisini usra qilingani o'xshash. Kechda masalan qo'tan qo'ymalni akaga vaqtida xo'jayin undan agar u 99 bo'lib qolsa-chi, birining hisobini oladi. Ash bir patichi shu qo'ylarning hammasining huddusiga chiqadi. Xuddi shunga o'xshashda Payg'ambar alayhisolam aytgan, har bir insonning o'ziga loyiq mas'uliyatchiligi bor. Bu mas'uliyatchilik ado qilmasa, u xuddi shu qo'yni yo'qitib qo'ygan patichiga o'xshab qoladi. Deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam mas'uliyatningki ahamiyatini tushundirgan. Endi bu mas'uliyatni ado etishning yana bir nimasi vaqt bilan bo'ladi. Quruq gap bilan bo'lmaydi. Endi biz bu shu boshqalarningki yurtlarni o'zimizning yurt qilib yashayotgan, o'sha yerda bizning ustimizga qo'yilgan mas'uliyat, o'zining davlati bo'lgan, o'zining ishlari aqiyotgan, ularning hech qanday siyosiy g'ami bo'lmagan insonlarga nisbatan biz selishtirgan vaqtimizda ularda bir kishi 10 mas'uliyat bo'lgan bo'lsa, bizda ikkisi 20 mas'uliyat. Chunki bizningki bexudligimiz biz bilan tugamasdan, bizning vaqtni yaxshi muomala qilmasligimiz, biz bilan ketmasdan, buning natijasi, yomon natijasi butun vatanimizda izlayotgan Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizga ham ta'sir bo'ladi. Ammo nurg'un afsus tegishlik masala, nurg'un qarindoshlarimiz sirtqa chiqib olib, o'zininki turmushining yaxshi bo'lishiga ham ahamiyat beradigan, boshqa u tarafni unutib, o'zining mas'uliyatini faqat esiga olmaydigan yoki birisi esiga solsimi, bu mening ishim bitdi deb o'zini mas'uliyatdan qochiradigan. Oldiga imkoniyat kelgandimi uningga ahamiyat bermaydigan ishlar. Mas'uliyatlar har turli bo'ldi. Birinchi mas'uliyat insonning qilishga tegishli bo'lgan birinchi mas'uliyatini bersa, Alloh bilan bizning o'rtamizga bo'lgan mas'uliyat. Allohning bizning ustimizga qo'ygan talabi bor. U bo'lsa-mu ibodat qilish, Allohni rozi bo'lgan ishlarni qilish, Alloh to'sgan ishlarni yenish ibodat bo'lgan narsalar. Buni o'z joyida ado qilishimiz kerak. Bu bizning mu'minlik majburiyatimiz. Buni bir odam desin demisin, chunki buni qilmasak biz jannatga kirolmaymiz. Bu aniq gap. Ikkinchisi bizningki mu'min boshqa insonlar bilan bo'ladigan munosabatimizga mas'uliyat bo'lib, biz kishilar bilan kishilik turmushda biz qanday hayotimizni qanday qilib berishimiz. Masalan, oilamiz buning eng muhim omil bo'ladi. Oilamiz, bola-chaqalarimiz bilan bo'lgan munosabat. U mas'uliyatni qanday o'taymiz? Biz o'zimizning atrofidagi mu'min qarindoshlarimiz bilan qanday munosabat qilamiz? Qanday ular bilan rishimizni kuchlantiramiz? Hattoki o'zimizningki xulun xo'shnilari boshqa dindagilar bilan bo'lgan nimada biz qanday ishlarni olib berishimiz kerak? Bu vaqtdagi bizning mas'uliyatimiz nima? Sen o'zingning dinida, men o'zimning dinida deyish ayrim masala. Bu e'tiqod masalasi, uni biz tarafga akaga olmaydi, yo biz uni o'tmaymiz, ular bizga kelmaydi. Bu aniq bo'lgan bir nimada, lekin undaq deb tashlab qo'yishmi?
Payg'ambar alayhissalatu vassalam shunda qilganmi? Lakum dinukum waliyadin degan oyat masalan islom tarixida xabaringlar bo'lganlar albatta bilasizlar. Bu Makkadagi davrda tushgan oyat bu. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib, bir necha yil bo'lmaganda tushgan oyat. Demak, boshqalar bilan sening diningizga, seninki tushungan din bilan ularning e'tiqod qilayotgan narsaning ayrimlari. Ammo uning bilan payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zining xizmatini to'xtatib qo'ygan emas. Demak, bu yerda biz o'zimizning oila bola chaqalarini tarbiyalashda buningga alohida ahamiyat berish, bu mas'uliyatni vaqti joyida o'tish, atrofimizdagi odamlar bilan munosabat qanday uni yaxshi qilish. Undagi 3-chi mas'uliyat nima deganda, biz o'zimizning bir kishilik ishida zada bizning mas'uliyatimiz nima? Endi buningga nurg'un misollarni qilish to'g'ri keladi, ammo bu yerda bir eng muhim bo'lgan nuqta, mas'uliyat ishida biz zada mishada yashuvchi insonlar bo'lish sifatimiz bilan zada biz mishada bir kishilik mening Sharqi Turkiston o'zimninki zamini uchun, o'zimninki izlayotgan millati, o'zimning xalqi uchun, musulmonlar uchun, Alloh rizosi uchun men qanchalik bir ish qila olaman? Alloh mendan qanchalik bir narsa talab qilyotdi? Degan bu narsa bu intayin muhim savol. Hammamiz so'rashimiz kerak. Buni biz so'ramasak Alloh cho'qim so'raydi. Ammo biz hozir o'zimizdan so'rab bunga bir chiqishni izlab vaqt Allohning oldiga borganda bu so'roq albatta yengillanadi. Xuddayliqi Umar roziyallohu anhu bir tavsiyasi bo'ladigan, doim kishilarga aytib turadigan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sizlardan qiyomat kuni hisob elinishdan burun dunyoda o'zinglarni hisob elinglar. Wazinu a'malakum bil qistas al mustaqim. Sizlar o'zinglarni hisob olgan vaqtingizda dadil bo'linglar. Doim o'zinglarni men to'g'ri qilyapman, boshqalar xato qilyapti. Mening qarashim demasdan, o'zingdagimi ba'zi ayblarni qo'yib boq. Mendagi kamchilik nima? Men zada qaysi jihatga turib qo'ydim? Men qaysi jihatlarda qarindoshlarimning ko'nglini og'ritdim? Men qaysi jihatlarda, qaysi ishlarimda jamoatdan o'zimni ayirib qo'ydim? Garchi men o'zim bir shaxsiy inson bo'lib, o'zimning ko'z qarashi eng to'g'ri bo'lgan taqdirdami, jamoatdan o'zimni ayirib turib, men shaxsiy mundaq bir hayot kechirmay desam, u to'g'ri bo'lmaydi. Chunki u jamoatning ishi jamoat. Chunki u umumning ishi. Undaq bo'lganda ba'zilar o'zimning shaxsiy ko'z qarashimni, shaxsiy hayotimni qurbon qilib, shu jamoatning to'piga kirishim, u meningki Allohning meni ustim qo'ygan mas'uliyatim, mening majburiyatim deb tunugan vaqtimiz uchun biz undan bu vaqtninki tunishini to'g'ri tunugan bo'lamiz, vaqtga to'g'ri ahamiyat bergan bo'lamiz. Va bundaq masalalar biz hamma yerda Yevropada yashayotgan, Avstraliya, Kanadada yashayotgan, Amerikada yashayotganlarning hammasida mushu masalan bir jamiyatning atrofida uyushib yashash, birlikda harakat qilish, u qaysi sohada bo'lishini qanday siyosiy jihatlarda bo'lmasin, ma'rif jihatlarda bo'lmasin, ijtimoiy munosabatlarda bo'lmasin, ilm, ma'rifat, tarbiya jihatlarda bo'lmasin, hammasida bu o'mlikni talab qiladi. Buningda bu bir necha shaxsning ishi ma'laqasi bo'ladi. Bu mening ishim bitdi yoki mening bu jihat iqtidorim yo'q deb qaraydigan. Unda emas, har bir insonning o'ziga loyiq qila oladigan ishi bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalar bilan bir safarlarga chiqqan vaqtida, masalan, bir tomoq ichishga to'g'ri kelsa, Payg'ambar alayhisolom o'zi berib o'tin yig'adigan. Sizlar uni qilinglar, sen ma'ni qil deb o'zi qo'yib o'tin yiqilib olganda Payg'ambar sahobalar, sizlar o'ttasizlar, biz qilaylik degani yo'q. Bu men qilish orqali men Allohning ajri, Allohning bergan mukofotiga erishish mening majburiyatim. Sizlarga mukofotga erish men qilib qilamdim, men qila oladigan ish bor bu yerda. Men payg'ambar bo'lgandan keyin taxtda o'tirib sizlarga hukmronlik qilay demagan Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Demak, eng shunday oddiy ishlarning uchun payg'ambarimiz bir kishilik, demak bu yerda jamoat bilan qilingan ishninki barakati bo'lganligini Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining shu amaliy hayot bilan isbotlagan. Jamoat bilan bo'lgan ish deganda albatta xatolikdan to'g'riliq ko'p bo'ladi. Jamoat bo'lgan ishda xatolik bo'lmaydi emas, xatolik bo'lgan taraflar bo'ladi, lekin bularning ishida to'g'ri tarafi ko'p bo'ladi. Chunki bir jamoat bo'lganda albatta sen uning haqiqiy jamoatchilik sifatini izhor qila olasan, amaliylashtirib olasan, uning ketgan xatoliklarga sen nasihatini qila olasan, tavsiyani bera olasan, fikr bera olasan, kam qolgan yerini to'liqlay olasan. Demak, jamoat bo'lgan vaqtda uchun bu ish har qanday bir ishda umlik bo'lganda u taraqqiy qiladi. Har qanday bir ishda umlik bo'lganda u taraqqiy qiladi. Hattoki Allohning qo'li jamoatini billah degan mazmundagi hadislar bor. Alloh jamoatni tarafida bo'ladi. Hattoki bir ikki odam sherik bo'lib bir tijoratni boshlagan bo'lsa, ikki odam sheriklashib, masalan, 50 ming ko'rindan pul chiqarib biz do'kon ochaylik yoki bir ishni birga qilaylik deb qilgan bo'lsa, hadisda uchinchi yordamchi bundan kim bo'ladi? Alloh bo'ladi. Yadullohi ma'ash sharikayni ma lam yatakhawana degan hadis bor. Ikki odam sheriklashib bir ish qilsa, buni Allohning qo'li bo'ladi demak, Alloh ularga yordam beradi degan. Ammo shu ikkilisi bir-biriga xiyonat qilgan vaqtda uchun qachon o'zaro xiyonat bo'ladi degan, bir-biriga dushmanlik qiladi degan, u dushmanlik ila tashqi ko'rinish, urush, jidallik emas, qalbda. Menga yomonlik qilyotdi yoki men meni qo'yib olay, men ko'may qilyotdi, meni kelgan foydamni o'zimga qartib olay deganga o'xshash. Insonlik sifatida bo'lib qoladi bu xato. Shunchalik narsa insonning o'sha ikki odamning birisida paydo bo'ladi ekan, Allohchi aytadi, men bu ularning shirkchiligidan chiqib ketmay deydi. O'ziga qo'yib qo'ymay deydi. Demak, umlik bor yerda Allohning yordami bor, umlik bo'lmagan yerda Allohning yordami yo'q. Sen har qancha aql, dana, faylasuf bo'lib ketgan, sen bir ishni yolg'iz qilib qilmaydi ekansan, seninki mag'lubiyating. Unda hech qanday shak yo'q bu mag'lubiyatda.
Ama sen bo'ladi ekansa, garchi unda xatolik bo'lgan bo'lsa-mu, umki bo'lgan narsada asta-asta taraqqiyot bo'ladi. Uni o'ngishvoqli bo'lgan taraflar bo'ldi. Demak, oxir natija umumning manfaati uchun bo'ladi. Shunga bu mas'uliyat masalasi mu intayin muhim masala. Buni jamoat bo'lib bir ishlarni qilish, alhamdulillah bu yerda bo'layotgan xizmatlardan sir tutib anladik, kelib ko'rdik, nurg'un yaxshi mishadik hattoki boshqa kishilar orqali-mu bu yerda bo'layotgan yaxshi ishlarningki, qarindoshlarningki yaxshi qilayotganligidan, ularningki maqtishilar orqali sizlarningki masalan qarindoshlarningki yaxshi ish qilayotganliklarini ko'rdik. Alloh rahmat qilsin, Alloh ajr bersin. Va bu ishni bu yerda bir uchinchi bir narsa laqi. Men yaxshi qilaladim, menga akeldim va obdan qilyapman emas. Bu ishning boshlanishi. Bu davom qiladigan yo'l. Bizning yo'limiz oxirisi yo'q. Uni oxirisini kim to'liqlaydi? Alloh to'liqlaydi. Bizning ishimizningki davomi bizning qo'limizda emas. Biz qilmoqchi bo'lgan masala vatanning ishi masalasi bo'lsin yoki yoki siyosiy faoliyatlar bo'lsin, qaysi ishda men mashina qilgandan keyin chuqur buni mevasini men yeyishim kerak desa xatolashimiz. Biz mevani yeyishni orzu qilamiz, lekin bu dunyoda emas. Buning mevasini chuqur Alloh beradi. Biz rozi qilib beradi Alloh bizni. Biz tasavvur qilgandan ko'p beradi. Biz bunga iymon etishimiz kerak. Ama biz ta ömrümüz ahirlashgan qadar, yoshlik hayotimiz tugab ketganga qadar biz Allohning oldida ikki savolga menda savol qildi ekan degan shu narsani esimizdan chiqarmay, kech kunduz shuning ustida tafakkur qilish, shunda o'ylanish, shunda qo'limizdan keladigan barliq imkoniyatlar orqali biz shu o'zimizningki umumiy bo'lgan g'oyalarimiz uchun harakat qilishda bir yerga kelish masalasi bu hammamizningki o'zimizni aqachanmaydigan yoki o'zlari aytib bundan yiroqlashib ketolmaydigan bir majburiyat deb tushunsak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bu vaqtdan iborat bo'lgan bu go'zal ne'matni to'g'ri tunug'ili va shuningga to'g'ri amal qilg'ili va shu vaqtdan Alloh bergan shu fursatdan yaxshi foydalang'ili Allohning bizga yordam berishini so'raymiz. Alloh hammamizga rahmat qilsin. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.